Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay avun ya. Yaman yirak mabini yandumluk ya bulaveramta. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'deh ve alihi ve ashabihi aleyhim ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Savaqtaşlar, hoş geldinler. Bugün dersimizni tünügünkü dersimizden devamı bilen başlamakçı. Çünkü tünügünkü dersimizde namazdan aldıda hazırlanıdığan 6 xil perizni hazırlamay turup namaz okuğucunun namazı kubul bolmaydıganlığı hakkında dersini devamlaştırgan. Yani şunun kapqağın kısmısı sütüde bugün yana dersimizde devamlaştırırız. Eğer namaz okuğucunun bedenide ya ki namaz okuğucunun kiyimide nicaset bu kalsa, namaz okuğucu o nicasetini yok kılıdığan ve nicasetten kutuluduğan bir narsa tapanmasa, o namazda kandak okuydu degen hakta tünügün dersimizin devamlaştırgan. Bugün onun devamı ne devamlaştırmakta. قال ومن لم يجد ثوبا سلى عريانا قاعدا موميا musannif deydi. Namaz okumakçı boğan insan kiyimi yok bu qalsa, yani kiyim tapanmagan bu qalsa, kiyim tapanmasa, endi kiyim tapanmaslık iki xil holatda bo'ladi. Birincisi asla kiyimi yok. Yani keygide kiyimi bo'lmagan halet. Yeni birisi kiyimi var ama o kiyim nicaset, meylet kiyim. Xuddi o kiyim yok tek. Yani bütünley nicaset yok qalğan, meylet bilen bulğanğan bunda kiyim. Bu halda kiyim tapanmasa namaz okuğucu namazını yalıngaç, sallallahu uryanın yalıngaç okaydı. Yalıngaç. Ama yalıngaç okuğan çağda uyuturup okamdı, olturup okamdı dese kaiden olturup okuydu. Yalıngaç o halda okuluduğun namazını olturup okuydu. Ruku, sucud bilen okuyamdı dese onda emas. İşaret kılıp okuydu. Çünkü olturup okuştaki maksat en insanın bedenindeki nicaset, yani övretler, en iğir övret boğan, ya ki övretlerinin merkezi boğan, bütün ulemalar muttefak birlikte kelgen iki oldu kendini ibaret iki övret cay, mana bu cayını yuşuruş, yögeç ve yepiş maksıda o oturup okuydu. Çünkü oylap bakalım, eğer ürütürüp okusa ya ki oltuğan halette mi secdelerini, rükulunu işaret kılmay, o ruku secde kılsa o aşkarlı bulap kalmamdı, kürnep kalmamdı ve evret çayları çıkıp kalmamdı. Şunda boğalık için o işaret kılıp namaz okuydu. وَهُوَ أَبْدَلُ مِنَ الْقِيَامِ Bu yalavaç halette olturup işaret bilen oğallığı namazını uyuturup oğallıqdan ebzel, yaxşı. Çünkü kiyimni tapanmağanlık için o yögünüş mümkün olmadı, evretmi yögeç. Ama olturup oğan çağda her halda yani öğretinin en yaman yerlerini ve yaman kısımlarını nime kılgılı buludu, yuşuğulu buludu ve onu yögüvağılı buludu. Şunun için ürütürüp onu sangıltıp koyap, ya ki hemmini aşkara çıkırıp koyap oğandın, oturup durup onu yögep, yuşurup durup oğanlığı bu yaş. لِأَنَّهُ اُبُطُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ Çünkü o iki sınakka, iki balağa duş geldi. İki bala birisi kiyimi bulmağandakin ürütürüş, yeni birisi çoğu kiyim ürütürüş, yeni birisi olturup duruş. Olturup okuş. فَيَخْتَارُ اَيَّهُمَا شَاءَ İkisinden kaysını kalırsa
o tallaydı. Qaysi qalsa tallaydı. Yani kiyimsiz holatda uy turib o'qisin, yoki o'ltirib o'qisin, ikki balaga tangla mubtila bo'lgandan keyin biri avrati chiqib qoladigan, ya'ni avratini yapolmaslik balasi, ya'ni uchiq oshkor yalang'och qolish balasi. Bu ikki balaning qaysi qalsa tallaydi. Illa annal qu'ud awla. Lekin o'ltirganlik bu avla. لأن الإيماء خلف عن الأركان ولا خلف عن ستر الأورات. Nima uchun endi o'ltirib o'qiganlikni avlo deysiz desa, chunki arkonlardan, ya'ni beshini sajdaga qo'yib yoki belini egib ruku qilishdan ishorat qilish onunki o'rnida tura oladi. Shariatda agar bir odam ruku, sujud qilolmag'ida holati kasal bo'lib qolsa yoki shundoq imkoniyat bo'lmay qolsa, u nima qiladi? Ishorat qilib o'qiydi. Xuddi tahorat ololmagan odam tayammum qilganiga o'xshash holatda, uyri turib o'qiyolmagan odam o'ltirganga o'xshash bu holatda. ولا خلف عن ستر الأورات. Avratni yepish, qisqarta uning o'rinbosari yo'q. Agar avratini yapolmasa yoki avratini yushirolmasa, manda qilsa bo'ladi. U avratni yapqanning, yushirganning o'rnida turadi deydigan bunday bir narsa yo'q shariatda. Shunda bo'lganlik uchun u yerda avratning o'rnida turadigan avratning o'rnida turadigan xalab bo'lmaganlikdan bu yerda o'ltirib bo'lsa-mu avratlarini yushirish, yo'rgash va avratlarini chetiga tiqib olish lozim. Ammo hani kiyim bo'lmagandan keyin cho'qim qanday qilaman? Uyri turib namoz o'qiyman. Kiyimsiz qolganligim uchun avratimni yapolmadim. Yapolmagandan keyin nima bo'lsa bo'lmamdi, davosi bo'lmaydi. Ruku, sujudninki xalifi bo'lgan ima ishorat bor. Nimaning-cho? Ya'ni avratni yopishning uning xalafi yo'q. وقد روي أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا كذلك. Sahabe radhiyallahu anhumning ashundaq yalang'och holatida o'ltirib namoz o'qiganligi bu rivoyat qilingan. Bu haqda bunda bir yaba الأريان إن كان حيث يراه الناس صلى جالسا وإلا قائما. Endi yalang'och kishi odamlar kurab qoladigan yerda bo'lib qolsa, u o'ltirib namoz o'qiydi. Agar ko'rmaydigan yerda bo'lsa, yurib turib namoz o'qiydi. Asli qiyom, ya'ni yurib turib namoz o'qish bu islomdagi talab qilingan va yo'gab namoz o'qish islom talab qilingan. Bu yerda ikki baloga duch keldi o'chu. Yurib turib o'qish, avratni yopish. Avratni yapsa, taqiy yapolmagan, yurib turib oshkorlab qolgan, yurib tursa, o'ltirishdan iborat bu ishga duch kelganlar shuni qaysi qiladi desa, o'ltirishni qiladi. إذا خرج ناس من البحر وراتا فأمهم أحدهم صلوا قعودا وكان إمامهم معهم في الصف deydi. Böyle bir insanlar denizga chiqdi, denizdan yalang'och kiyimi yo'q, manda chiqqan bo'lsa, ularga biri namoz imom bo'lsa, hammasi o'ltirib namoz o'qiydi. Imomimi ular bilan birga safda turib ishorat qiladi dedi. Va amma istiqbalul qibla. 6-cı mesele kıblaga oldini qilish meselesi. Yani namaz o'quvchi cho'qim 5-ci mesele ekan, namaz o'quvchi kıblaga oldini qilib turib namaz o'qiydi. Kıblaga oldini qilish bu farz. Alloh taolo favallu wujuhakum shatrahu degan bu so'ziga asosan, ya'ni musulmonlar sizlar yuzinglarni Kabe tarafga, ya'ni Masjidil Haram tarafga qaratinglar, shu tarafga o'ringlar degan.
فَكُلُّ مَنْ كَانَ بِحَزْرَةِ الْكَعْبَةِ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَيْنِهَا. Undaqda Mescid-i Haram tarafga Allah Taala yüzünü qaritishga namozda buyurgan bo'lgandikin, buni qaritish ikki xil bo'ladi. Mescid-i Haramning qishda bo'lgan, Mescid-i Haram bilan birga qo'shni bo'lgan, Mescid-i Haramda namoz o'qiydigan odamlarning qaritishi va uning atrofidagi dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan musulmonlarning qaritishi bu bir-biriga o'xshamaydi. Unda da bu xil favallu wujuhakum shatrahu degan oyatga qanday amal qiladi deyilsa, biri ayniga qaraydi, yana birichi shuning jihatiga, tarafiga qaraydi. فَكُلُّ مَنْ كَانَ بِحَزْرَةِ الْكَعْبَةِ Kabe'nin yanında, qishida bo'lgan, yaşagan, şu yerde tuğan kişilerin hemmisi Kabe'nin zatıga qaraydi. Yani onun etrafında bo'lganlik uchun şu Kabe'nin özüge qaraydi. Ve in kana nayan, agar o namaz o'quvchi kishi Kabe'den yiroq, yani başka ülkeler, başka devletler, başka rayonlar ve bilek yerlerde bo'lsa, o qanday qiladi? Yatavajjahu ila jihatiha, o Kabe tarafga yuzlanadi. Liqiyamil jiha indal ajzi maqam ayniha. Çünkü Kabe taraf aciz kelgan vaqtda Kabe'nin özünün o'rnida turdi ya. Tuğanlık uchun. Çünkü her bir adamın Kabe'ge qarash uchun Kabe'nin o'dil bo'la olishi mumkin emas. Uni yoki Kabe'nin huzuriga qishig'i berish mumkin emas. Shunga Kabe taraf Kabe'nin o'zining o'rnida turdi aziz kelganlik uchun. Lianna taklifa biqadri taqat. Çünkü taklif taqat insonning kuchi, taqati, imkoniyatining yetishi bo'ladi. Alloh taolo fattaqullaha mastata'tum dedi va la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dedi. Qala va in kana khaifan yusalli ila ayyi jihatin qadara. Musannif deydi. Buptu Kabe'nin o'ziga qarash huzurida yenida balaga mensupken, etrafta yo'qlarga, qishida yo'qlarga tarafiga qarasa bo'ladi ekan. Agar namoz o'qimoqchi bo'lgan kishi qibla tarafga qarab namoz o'qisa, ya qibla tarafga qaragan chaqda dushman sen namoz o'qiding, nimishqa namoz o'qiysa deb uni namoz o'qibdi deb gumon qilib jazolaydigan, urib so'qadigan yoki uningga dushman tarafdan biror xayin xatar keladigan bunda qoldi bo'lib qolsa, u vaqtda qanday qiladi hamda desa, musannif deydi, va in kana xoifan, agar namoz o'quvchi qo'rqsa Kabe tarafga oldini qilishdan yoki Kabe tarafga qarab namoz o'qisam qanday bo'ladi deb bundan qo'rqsa, qaysi tarafga qodir bo'lsa, mayli sharq, mayli g'arb, mayli jamal, mayli qanday tarafga qodir bo'lsa, shu tarafga qarab namoz o'qiydi. Xuddi bizning vatandagiga o'xshash. Ya'ni qiblaga qarab namoz o'qisa, voy namoz o'qibsan, ishorat qilib o'qilib bo'lgan ahvolda qaysi tarafga qolsa bo'ladi. Alloh taolo fa aynama tuvallu fasamma wajhulloh deganlik uchun qaysi yerda bo'lsanglar, ya'ni fa aynama qaysi tarafga o'rsanglar, sizlar yuzinglarni ashshada Alloh taolaning yuzi boya, Alloh taolaninki zoti boya. Chunki Alloh taolo bir makondan xoslagan ishi yo'q. İlla Allah Teala özü xaslagan. O taraf mı Allah'ın, bu taraf mı Allah'ın? Şarq, canub, şimal hemmesi Allah Teala'nınki. Allah Teala belgülegenlik üçün bir tarafını biz aşını qarab namaz okuyumuz. İlla imkaniyet olmaganlık çok kaç tarafı qarab namaz okusu bulunur. Ve yestavi fihil khawfu minel aduve. Qoqaşta düşmandın qoqaş ve sabu yetkuş hayvanın qoqaşmı beraber o'xshash. Agar qibla tarafga qarab namoz o'qiyman desa,
keyinin tarafdan ya ikki yenin tarafdan bir yetkuş hayvandan birisi kelib hujum qiladigan, tajovuz qiladigan yoki ziyon soladigan bo'lib qolsa, u vaqtda qibla tarafga qaramay, shu yetkuch hayvon bu tarafga qarab namoz o'qiydi. Agar dushmandan birisi qibla tarafga qarab namoz o'qisa, "Voy, namoz o'qibsa sen, namoz o'qiyotibsa, ayni oldin qibla tarafga qarab turibsan-go" deb shuni bana qilib uydigan, zarba beradigan, jazolaydigan holda bo'lib qolsa, yana bu chaqda qaysi tarafga qarab namoz o'qisa bo'ladi. Aw an yakuna ala khajabatin fil bahri yakhafu in tawajjaha ila al-qibla gharqa. Ya dengizda bir yog'ochning to'pisida bo'libdi. Dengizda bir yog'ochning to'pisida, burungi zamonlarda bir kimini bir ikki tal sholni mexlab, uni dengizga tashlab, shuning ustiga chiqib uri turib maqadigan gap. Shuni dengizda bir taxtining ustida bo'lsa, u ansiraydi agar yuzlansa qibla tarafga shungib ketishdan ansiraydi. Bunda bo'lgan chaqda litahaqququl ajzi bil uzri. Aciz kelganlik, aciz kelish uzri, ya'ni uzri vujudga chiqqanlik uchun aciz kelish vujudga chiqqanlik uchun uzri sabab bilan. Endi o qiblaga oldini qilay desa, shungib ketadi. Oldini qilmay desa, namoz o'qishning shartlari va uning farzlari qiblaga oldini qilish. Bunda chaqda qanday qiladi desa, aciz keldi ya. Dengizda o'tirishda to'xtay desa to'xtay olmaydi. Xuddi yoki hozirgi tez suratlik yo'llarda minayotgan avtomobilning shoferlariga o'xshaydi. To'xtay desa to'xtaydigan imkoniyat yo'q. Mangay desa o namoz yo'lning yo'linishi qiblaninki g'ayri tarafiga bo'lib qolsa, o shofermi qaysi tarafga yuzlangan bo'lsa, shu vaqtda namoz o'qiydi. To'xtab o'qib bo'lguncha vaqt chiqib ketgan imkoniyat bo'lsa. Val qiblatu, qibla degan qaysi taraf hamda desa, val qiblatu mawzi'ul Ka'ba. Qibla degan Ka'baning joyi shu. Ka'ba va joy qibla. Val hava'u min hunaka ila addanis sama. Havo mishadin osmonninki nimasiga tik kechilik turib. Wala i'tibara bil bina'i li'annahu yunqalu. Bu yerda binoni hisoblag'ila olmaydi. Qibla deganning o'zi shu 10 metr, 12 metr deb igizligi buni ham hisoblag'ila olmaydi. Binoni e'tibor qilg'ila olmaydi. Chunki u bino degan yo'tkilidi, yo'tkilinitgan, yiqivitilnitgan bo'lganlik uchun u hisob qilinmaydi. Wala tajuzu salatu ila hijaratihi. O binanın teşiğe qalab mı namaz o'qig'ili bo'lmaydi. U dursa emas. Teşiğe qalab turib namoz o'qisak bo'ladi. Ul teşlarga qarab namoz o'qishmi durust bo'lmaydi. Walau salla ala jabalin a'la min al-Ka'ba jaza. Agar endi Ka'badan igiz taqqa chiqib qolgan bo'lsa namoz o'quvchi, o vaqtda o Ka'ba pastda, ya'ni chuqurda qolganlik uchun, past qolganlik uchun u vaqtda qanday qiladi desa, shu Ka'ba tarafga qarab namoz o'qisa bo'laveradi. Fadalla annahu ala i'tibar lil bina. Buning o'zi binoni e'tiboriga olinmayotganligiga dalolat qildi. Bu binoning e'tibori yo'q. Binoning o'zi emas, shuning jihati, tarifi murod aslida. Va in ishtabahat alayhi al-qibla, endi qiblaga qarashdan bir to'sqichi omilni sababli to'silib qolibdi bayon degandek. Ya yirtqich hayvonlarning to'sishi yoki yo'lda ketayotgan yo'lovchiga boshqa bir sabablarning to'silishi yo dushmanning to'sishi sababli to'sqan bo'lsa, u vaqtda qaysi tarafga xolisa o'qiydi ekan. Ammo qiblaning nahadiligini, qaysi tarafdaligini uqolmagan bo'lsa, u vaqtda qanday qiladi deyilsa, va in ishtabahat alayhi al-qibla. Agar bu odamga qibla shibhilik bo'lib qolibdi, o tarafmi, ma tarafmi, to'rt tarafning qaysi bir tarafi qibliki buni uqolmay bir xil gumonda bo'lib qolsa, va laysa lahu man yas'aluhu, so'raydigan
kişi mi yokken, bu yerda so'raydigan odam mi yokken, bunda chaqda qanday qildi? İjtihada, izdinib faqat. Qibla qaysi tarafda deb osmonlarga qarab, atroflarga qarab izdinib baqidi. Xeli obdan izdindi va salla namoz o'qiydi. Ko'nglida mush taraf qibla bo'lishi mumkin, qibla meka degan o'sha tarafga qarab namoz o'qiydi. Va la yu'idu va in akhta. Agar namoz o'qib bo'lgandan keyin o tarafning qibla emas, boshqa bir taraf ekanligi oshkor bo'lsa, o kishi namozni qiblaga emas, qibladan boshqa bir tarafga qarab o'qganligi aniqlanib qolsa, endi namozni qayta o'qiyamdi? Yo'q. Wala yu'idu, qayta o'qimaydi. Va in akhta, garchi qiblani topolmay boshqa tarafni qibladan o'ylab namoz o'qigan bo'lsa-mu, xato o'qigan bo'lsa-mu. Lima ruya, buning dalili rivoyat qilingan bir hadisga asosan anna jamoatan min as-sahaba, bir jamoa sahobalardan ishtabahat alayhimul qibla, ularga qibla gumonliq bo'lib qoldi, o'xshash bo'lib qoldi. Fi laylatin muzlimatin, qop-qorong'u kechida, ya'ni tun kechida, qorong'u bir kechida qibla o'xshash bo'lib qoldi, yo kompas yo'q. Fasalla kullun minhum ila jiha, namoz o'qidi har bir ulardan bir tarafiga. Hammasi o tun qorong'usida o'qamagandan keyin birisi oyoqqa qoldi, birisi oyoqqa qoldi, birisi ma tarafga qoldi. Ish qilib o'zining bilgunicha mushu taraf qibla bo'lib qolarmiki degan tarafga qarab namoz o'qidi. Va hatta biyadihi hattan, qo'lida bir siziqni sizib qo'ydi. Men har bir namoz o'quvchi namoz o'qigan tarafga qarab sizib qo'ydi siziqni. Chunki erta men olam tang'atgan chog'da qarab baqsam, shu tarafim qiblami, emasmi bir ko'rib baqay deb xat yozib qo'ydi, sizib qo'ydi. Falamma asbahu, erta tang'atgan vaqtida vajadul xututa ila g'ayril qibla. Hammasi sizgan siziqlarining va qo'ygan belgi xatlarining qibla tarafga emasligini topdi. Qiblani topolmaganligini bu muayyanlashtirdi. Fa'xbaru bizalika Rasululloh, ular shu ahvolni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xabar berdi. Faqala an Rasululloh dedi, tammat salatukum, namozingiz mukammal bo'libdi, to'liq bo'libdi, ado bo'libdi. Ve fi rivayetin la i'adete aleykum. Sizlar o namazı qaytadan o'qimasanlarmi? Bilak o'qimasanlarmi? Buludu deb Rasululloh bu yerda i'ada qilmaslikqa xabar berdi. Mana bu haqda yana bir hadis muchaglik Amir ibn Rabi'aning hadisidan dedi o, kunna ma'an nabiy sallallohu alayhi vasallam fi safarin fi laylatin muzlima. Biz bir seferde peygamberim bilen birleydik, şu qop-qorong'u bir kechida. Falam nadri aynal qibla, biz qiblaning qaysi tarafini o'qamadik. Fasalla kullu rajulin minna ala hiyalihi, her bir kishi bizden o'zining o'dolisiga qarab namoz o'qidi. Falamma asbahna attigallikda zakarna zalika lin-nabiy, shuni payg'ambar alayhisolatu vasallam dedik. Fanazala faynama tuvallu fasama vajhulloh degan mana bu hadis. Allah sizlar yuzingni qaysi tarafga o'rsanglar Alloh taolaninki vajhi shu tarafda bor degan bu oyat tushdi. وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِمْ التَّوَجُّهُ إِلَى جِهَةِ التَّحَرِّي. Nima uchun namozni qayta iada qilmaydi, qayta o'qimaydi? O vaqtni bilganligin desa, chunki uningga vojib bo'lgani u vaqtda yana shu qiblani bilanmagan, qiblaning qaysi tarafda ekanligini topolmagan bundaq ahvolda o'sha topolmagan odamlarga vojib bo'lgan, farz bo'lgan ish shu izlangan tarafga yuzlanish. Bizi taklif nimishqa? Chunki taklif kuchining imkoniyatini yetishicha u vaqtda topolmadi rost.
topolmaganligi uchun bu vaqtdagi shariatning taklifi qanday qiladi desa, sen qaysi tarafni qibla tarafkan deb izdinish, tirishish va bir iniqlash jarayonida qibla tarafkan deb muayyanlashtirsang, shu tarafga oldingni qil degan taklif bor. Anda bo'lgan chaqda o namoz o'quvchi shu soatning o'zida shariat topolgan tarafga qarab namoz o'qinglar degan bu buyruq amal qilgan bo'lganligi uchun uni qaytadan o'qishning zarurati yo'q deb Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi shunday aytdi. Qala endi ma'qul namozni o'qib bo'lgandan keyin shunday bo'lar. Agar namozni o'qiyotgan jarayonda namozni o'qitish harfsida o'zining xato ketganligini bilsa qanday qiladi? Qala musannif deydi, fa in alima bil xata'i wa huwa fi salat. Agar o namoz o'quvchi namoz o'qib turib xatolashganligini bilibdi. Lekin namoz to'liq bo'lmadi. Mana ya havo olam nima qildi? Echilib qoldi, havo echilib qoldi yoki bir kishidan birisi o'tdi qashidan uninki qiblaning boshqa tarafga qarab namoz o'qiyotganligini bilib uningga xabarini berdi yoki bir qorong'ulik yurib qoldi. Bunda bir holatda istadara va bana o qibla tarafga aylanib va bana degan namozini davomlashtirib o'qiyveradi. Bunun dalili lima ruya bir hadisning jahdidan rivoyat qilindi ol hadis anna ahli Quba shundoq deb rivoyat qilindiki, ahli Quba lamma balagahum ularga qiblaninki o'zgarganligi yetgan vaqtida, ya'ni ahli Quba hammasi Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qiyotgan chaqda Alloh taolaninki vahiysi kelib, shu favalli vajhaka shatral masjidil haram, masjidil haram tarafga yuzingizni o'ring va qiblani masjidil haram tarafga qalab qibla masjidil haramga aylandi. Shu tarafga qarab o'qing degan oyat tushgan chaqda payg'ambar alayhisolatu vasallam asr namozini o'qib turdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam asr namozini o'qigan holatida Ka'ba tarafga o'rildi. Mana bu ahli Qubo'ga qiblaninki amaldan qolganligi, ya'ni o'zgarganligi yetgan chaqda va hum fi salatil fajr ular bomdat namozida holatida, shu bomdat o'qiyotganlik namozning ichida, namoz bilan shug'ullangan holatida yetgan chaqda fastadaru ilayha u qibla tarafga o'rildi, yuzlandi degan. Mana bu dalil. Asrda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuzgargan bo'lsa, mana at deganda ular yetdi, shunga bilgan hamon. وهذا لأنه وهذا bunu için tutun, bunu abdan okulang. لأنه لما علم بالقبلة çünkü o namaz o'quvchi qiblani bilibdi, lamma bilgan vaqtida sara farzuhu uningga bo'lgan farz qibla tarafiga yuzlanish bo'ldi. Bilgan vaqtda qiblani bilgan vaqtda ondan keyin qiblaga yuzlanish uning ustiga tushgan farz. Farz bo'pti, fayastadir an bu shu qibla tarafga aylandi, shu tarafga yuzlandi. Lianna Nabiy sallallohu alayhi va sallam istahsana fi'la ahli Quba. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam mana ahli Quboninki qilgan ishni bak yaxshi, obdan bo'pti deb maqtadi ya Rasululloh. Va lam ya'muruhum bil i'ada, ularni qaytadan o'qinglar deb buyurmadi. Demak, unda bo'lgan chaqda qayta o'qishning zaruriyati yo'q. Qala va in salla bi g'ayri ijtihadin. Agar to'rt atrof hammasi barobar bir cho'lda bo'lib qolibdi, qaysi tarafga qolsangiz qulamagan yoki tun qorong'usida hech qanday bir nimani o'qilib bo'lmagan holatda bu qapto, ya'ni sharq g'arbni o'qilib olmagan yoki bir dengizda o'tirishda hamma taraf barobar. Bunday holda bo'ldilar. Iniqliganning, tashurganning qaysi tarafga o'qilib bo'lmaydi.
bir tarafning özünü bekitiplam namaz o'qiyotela deb namaz o'qisa va insalla bi g'ayri ijtihadin bir izdinib bakmay qiblini tapıtma deb tirishib bakmay iniqlab bakmay namaz o'qib paxta xata ketgan bo'lsa qibla tarafni qilmay aada o qaytadan namoz o'qiydi. Nimishqa qaytadan namoz o'qiydi? Chunki ana shu vaqtdagi ininga farz bo'lg'ini izlash, tirishish, so'rash. O holda uningdanmi ojiz kelgan bo'lsa, ana o vaqtda o'zininki aqli bilan qibla qaysi tarafga deb muayyanlashtirgan bo'lsa, shu tarafga qilish. Ama izlanmadi, tirishmadi. Ha, bilenmedim ya deb qo'ydi, ama namoz o'qimagan bo'lsa, o to'g'risini topgan joyda aada qaytadan o'qiydi. Va kazalika in kana indahu man yas'aluhu falam yas'alu. Shuningdek namozni qaytadan o'qiydi. Agar uning qashda bir kishi bor, so'raydi uningdan, so'rayotgan bir kishi bor, falam yas'alu so'rabdi, ya xitillab so'ramabdi, ya tunimgandikin men uningdan so'rganning nima foydasi deb so'ramabdi, yoki tilimni tushundiramsam, qanday qilaman uningdan so'rab deb so'ramagan bo'lsa, bu vaqtda namozni qayta o'qiydi. Li'annahu taraka vacibel istidlal. Çünkü o izdinib beqish bit taharri ve sual dedi. Yani iniqlash, talab qilish ve so'rash orqali bir dalillashdan iborat, dalillashdan iborat vacibni qo'yib qo'ydi ya. Asli siz so'rash orqali, iniqlash orqali bunu teping deydigan faillem tajidu fatayammamu degan o'xshash qiblani topolmagan vaqtida qanday qilish kerak? Tepish uchun tirish kerak, iniqlash kerak, izlash kerak. Buningga bu intilmay, urunliq qilib, ig'irlik qilib namoz o'qiyotgan bo'lsa, u bir vojibni qo'yganlik uchun o vaqtda qaytadan o'qiydi. Ve in alima annahu asaba fala i'adata alayhi. Agar o'zininki to'g'ri tapqanligini bilsa, uningga qayta i'oda qilish yo'q. Li vujudi tavajjuh ila al-qibla. Qiblaga tavajjuh qilish bo'lganligida qiblaga yuzlanish bor. Yuzlandi. Walau shar'a la bit-taharri. Agar bu odam namozga kirishib ketibdi, namozda boshlab ketibdi, walau shar'a agar namozga kirishgan, boshlab ketgan bo'lsa, la bit-tahalli izdinish, tekshirish ya iniqlash bilan emas. Summa alima fi salati an namozning ichida bilgan bo'lsa annahu asaba o'zining to'g'ri qilganini, to'g'ri topqinni bilgan bo'lsa, yastanibu tahrima tahrimini, takbiri tahrimini yenidan o'qiydi. Nimishqa? Chunki bu odam izlanmadi. Izlanmaganligi uchun o odam qaytadan takbir tahrimini boshlaydi. O namozda niyat ham muhim ya. Niyat asosiy. Ve qala Abu Yusuf yamdi fiha. İmam Abu Yusuf deydi, namazını davamlaştırıverdi. O takbir tahrimini bilak okusa bo'ladi. Li'annahu law qata'aha yasta'nifu ila hadhihi al-jiha fala fa'ida fi. Nima uchun davomlashtirdi? Chunki o odam o namozni buzsa, yana shu tarafga yengidan qaraydi. Endi namoz o'qibdi, qibla tarafini tepibdi. Onu buzib o'tib namozni qaytadan qolasimi, yana shu tarafga qolaydi. Hozir yana shu tarafga qolib o'qib o'tibdi. Anda bo'lganlik uchun uni buzib atmaydi. Davomlashtiradi. Fala foyda fi, uni yangi namozni buzib o'tib, yangidan boshlab o'qiganning foydasi yo'q ki. Valahuma bu ishko'ylarning, ya'ni ishki shayxonninki İmam Muhammad bilan İmam Abu Hanif rahmetullohi alayhining dalili anna halahu ba'da al-ilmi aqwa.
Onunki bilgandan keyingi holi kuchliroq. Laytayaqqunihi bi jihatil qibla, o qibla tarafni cho'qim keskin bilganlik uchun. Ammo o vaqtda to'g'ri topsin bir xil shak bilan, gumon bilan, ehtimol bilan o'qinglar. Bilgandan keyinchi, bilgandan keyin jazmiyat bilan o'qinglar. Uning shak, gumon, ishkillik, dilg'unlikmi yo'q. Ve bina'ul kaviyyi ala'd-da'ifi la yecuzu. Küçlükninki binası acizga, küçlük bina aciz nesinin üstüge durus emas o. Bir küçlük nesini aciz nesinin üstüge koyan dep neydi baya? Kanda delil o deydi. Anın çünkü niyeti küçlük, mezmut, şek yok. Aldığın niyeti çoğu aciz o. Anda boğandakin küçlükten acizin üstüge koyan dep yok. وَلِهَذَا قُلْنَا şunlaşqa biz deyimiz el-mumi'u iza qadara ala ruku'i ve sucud işaret qıp namaz okugan kişi eğer ruku qilishqa, secde qilishqa qadir bo'lsa la yabni davom mahturi ve meydo deydi. لِأَنَّهُ بِنَاءُ الْقَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ كَذَاهَا huna. Çünkü bu mu küçlüknin, aciznin üstüge kurgan binasıdır. Binası şunu dek bu yadama. Ve men eddahu ictihaduhu ila cihatin kim ki onun ictihadı, yani ictihat tuttu, teriş tuttu, kattık izdinip tuttu, bu şey izdinişi ictihadı bir terepke verip tuttu. Kıble diken bu şey terepke dep ebbasa Fesalla ila gayriha. Namaz okuganda o kıble tarafga emas, kıblenin gayri tarafga qarab o'qisapti. Bilek taraf chiqib qapti qiblechi. Bunda bo'lganda fasadat uning namozi buzildi. Va in alima annahu asaba al-qibla, garchi u o'zining qiblini to'g'ri topganligini bilsa-mu. وقال أبو يوسف إمام أبو يوسف رحمه الله هي جائزة ودروس وجائز لحصول المقصود المقصد حاصل بغلق شن وهو إسابة القبلة ومقصد لما قبلة دل تفش طور تفش أنا لما قبلة دل تبت طور تبت ولهما فوش كيلانجا يعني محمد ولن إمام أبو حنيفة دليل أنه ترك فرزا لزمه عند الابتداء وهو صلاة إلى جهة الطهر. Bu adam bir farzda tashladı. Lazimahu indal ibtida, lazım kelgan o farz uningga namozda boshlashda lazım kelgan bir farzda tashlab qo'ydi u odam. U farz namoz o'qish, taharri tarafga qarab namoz o'qish. Ya'ni izlangan tarafga qarab namoz o'qish. Mana bu farzni tashlab qo'ydi. Fasara kama iza taraka niyya va nahvaha. Bu odam niyatni tashlagan va uning o'xshashligini tashlagan vaqtga ahvoli o'xshab qoldi. Xuddi niyatsiz namoz o'qigan odamdek bo'lib qoldi. Shuning uchun uning namozi buzildi. Amma niyya fa liqawlihi alayhi salam. Amma niyatning uningga farz bo'lishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deganlik uchun al-a'malu bin-niyyat. Amel niyetga bog'liq. Niyet orqali amal qabul bo'ladi yoki qabul bo'lmaydi. Niyet orqali amal to'g'ri bo'ladi yoki nima to'g'ri bo'lmaydi. Va li'annahu la ihlas illa bin-niyya. Bu bir. Ikkinchi birisi chunki ixlos faqat niyet orqali topiladi ya. Oldi bilan niyati mazmut, niyati to'g'ri şu işte qilishga bel bog'lagan haqiqiy bir niyatni qilgan bo'lsa, anundan keyin bu ixlos topiladi. Unda qilib boqaya deb qilgan ishda ixlos bo'lmaydi. Vaqat umirna bil ixlos, biz ixlosga buyurilgan, Alloh taolo bizni ixlosga buyurgan. Dedi Alloh taolo: "Va ma umiru illa liya'budulloha muxlisina lahud-din." Mana bu oyatda Alloh ixlosga buyurdi. Va ma umiru o odamlar faqat Allah'a ibadet qilishga buyurildi. Yani onun vazifesi Allah'a ibadet qilish.
Qanday ibodat qiladi? Muxlisina lahuddin, Allohga ibodatni xolis qilgan holatda, dinini xolis qilgan holatda, dinni, ibodatni Allohga xolis holatida ibodat qilishga buyurildi. Demak, ibodatning hammasi Alloh ibodatning hammasi ibodat bo'lmaydi. İlla xolis bo'lgan ibodat bu ibodat bo'ladi. Qala musannif deydi: "Va yanwi lis-salati allati yadkhulu fiha niyatan muttasilatan bit-tahrimati." Namoz o'quvchi niyat qiladi namozga. Kirmoqchi u namozga, kirmoqchi bo'lgan, o'qimoqchi bo'lgan namozga niyat qiladi, shug'ullanmoqchi bo'lgan namozga. Niyatni tahrimiga bog'langan bir niyatni qiladi. Shu takbir tahrimiga bog'langan qadar shu vaqtchilik davomlashgan bir niyatni. Ya 5 ta niyat qilibdi, u vaqtda qilmabdi. Yoki shu vaqtda niyatni qilmabdi. Bunda qilsa bu bo'lmaydi. Bu namoz emas. Chunki farzdan birisi yana nima qilmadi. Va hiya an ya'lama bi qalbihi ayya salatin. Endi u niyat degan qandaq narsani niyat deymiz, qandaq qilsa niyat qilgan bo'ladi. Buning o'ziga kelsak, u niyat degan namoz o'quvchi o'zining yurakida qaysi namoz o'qimoqchi bo'lganligini, qaysi namozni o'qimoqchi bo'lganligini bilishi lozim. Ko'nglida ma'sh o'qimoqchi bo'lgan namozni cho'qin bilish, o'qish va niyatida o'qimoqchi bo'lgan namozda undaq mushtabih bo'lib qolsa bo'lmaydi. Va la yu'tabaru bil lisan. O tildagi e'tibor qilinmaydi. Tilda qilgan niyat emas o. İlla o niyat yurakdan chiqqan, yurak o niyatning asosi bo'lsa bo'ladi. Ya'ni qalbda shu niyat bo'lsa, tilda chiqsa bo'ladi. Ammo qalbida boshqa narsani o'ylag'liq, boshqa niyati bor, boshqa maqsadi bor, ammo og'izda qo'ygan bo'lsa, fala yu'tabar e'tibor qilinmaydi. Li'anna an-niyya amalul qalb. Chunki niyat degan qalbning amali. Qalbning amali. Ham niyatning o'rnichi qalbiya. Qala Muhammad ibn al-Hasan, Imam Muhammad ibn Hasan mundaq deydi: "An-niyya bil qalbi fardun." Qalbda niyat qilish bu farz. Va zikruha bil lisan sunnah. Tilda uni so'zlash sunnatdir. Oldi bilan niyatni qalbda qilib, bo'lgandikidan tilda men qilmoqchi shu niyatni deb ve adam peşim okumakçı olsa, ben peşim okumakçı nâveytu en usalliye salatel zöhrü degендek, bunda niyetini kılış bu sünnet. Vel cem'u beynehuma abdal. İkisini juglaş, yani kalbide mi, tilde mi, her işkilisde niyet kılış, bu yaxşı bu. İkisini juglap kılış yaxşı. والأحوط أن ينوي مقارنا للشروع. Yaxşıroq shuruga juplab niyat qilishi. Namozga shuru qilmoqchi, ya'ni tutish qilmoqchi, boshlamoqchi bo'lsa, boshlashga juplab turib, ya'ni takbir tahrimiga juplab turib niyat qilishi bu ehtiyotroq. Ya'ni muxolitan lit takbir dedi. Takbirga ilishtirib turib ağırlaştırıp dedi. Kema qalahu Tahavi, İmam-ı Tahavi aşında degan. Ve en Muhammed fi men kharaca min menzilihi yuridul farda fi cemaatin. İmam Muhammed'in rivayet qilindi, uydan jamoat bilan farz namozni o'qishni iroda qilib, niyat qilib chiqqan kishi haqida. Falamman taha ila al-imam, imamning qashig'iga yetib borgan chaqda kabbara Allohu akbar dedi va uning niyat hozir bo'ldi. Uydan chiqibdi, niyat kamidi, oyoqqa borgan chaqda niyatni atoydan men o'qimoqchi bo'lgan namoz mavida deb niyat uning hozir bo'lmagan bunda qadamga yajuzu deydi. Durust uning namozi. Li'annahu baqin ala niyati. Chunki odam niyatiga qolib qolgan odam u. Niyati bilan bo'lgan odam u. Bil iqbal ala tahqiq ma'na va yüzleniş bilen niyet kılgan narsani vujudga chiqarishga. Uning niyati namoz o'qishgan,
o namaz okuş için öyden çıktı, devamlık mescide geldi, namaz okudu, o özünün niyetiga kalgan yani niyetini devamlaştırdı mı? Duruz. Sümme in kana yuridu tetavvu'a an farz namazını okup bulab nafile namaz okumakçı olsa yekfihi niyetu asli salat. Aslideki namazın niyeti o adamın kifaya. Çünkü onun namaz okumakçı onun maksıdı. Ve bil qada'i yuayyinul farz. Qaza olab ketken namaz olab qalsa bunun da farzni tayin qiladi. Ya qaza olab ketken fishim, qaza olab ketken aslida ma'ni tayin qiladi. Ve bil vaqtiyati yani farzal vaqti av zuhral vaqt. Yani vaktida okumakçı olan namazlar. Bu çağda vaktinin farzini, yani pişiminin vaktida pişimini okumakçı olsa, şu vaktinin farzi olan pişimini niyet kılıdı, ya ki vaktininki pişimini niyet kılıdı. Ve in kana ma'muman yanwi fardal vaqti vel mutaba'a. İmam şunda buludu. Eğer iqtida qiluvchi bu qalsa, bu qanday qiladi desa, agar namaz okumakçı olan adam iqtida qiladigan, erishib namaz o'qiydigan jamoatga. Jamoat adam imom iqtida qilib o'qimoqchi bo'lganlik uchun u vaqtning farzini niyat qiladi va erishishni birga qilib niyat qiladi. Men hozir peshimni o'qimoqchi, qanday qilib oldimdagi tug'an shu imomga iqtida qilib, imomga erishib va imomninki namozni boshlab o'qishi bilan o'qitma degan bu niyatni birga qiladi. Ev yenmi şuru'a fi salatil imam. Ya ki imamның namazıga şuru qilishni niyat qiladi, ya ki imamның namazıga iqtida qilishni niyat qiladi. Men bu shu imam iqtida qilmoqchi, şuru qilmoqchi deb. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Bi rahmatika ya rahmanir rahim.